Qur'on bor, musulmonlarda Qur'on kitobi bo'lsa, ana shu Qur'on kitob yo'q bo'lib ketsa, undan keyingi o'rinda turadigan birinchi kitob. Sahih ul-Buxoriy. Ana shu asari orqali tarixda qolgan shaxs. Va birinchi avvalo tug'ilgan vaqtlarida 2 yoshligida onalari o'zi taqvodor inson bo'lib dunyoga keltiradi va 2 yoshda ko'zi ko'r bo'lib qoladi Imom Buxoriy. Va onasi duo qiladi. Har kecha duo qilib Xudodan ko'zini ochishini so'raydi va 4 yoshida ko'zi ochiladi. Ibrohim alayhisalom onasini tushiga kiradida, o'g'lingizni ko'zi ochildi deydi. Bu ertalab tursa ko'zi ko'ray turgan bo'ladi. Keyin onasi endi Allohning mo'jizasi bo'lgandan keyin bu narsa Allohga ishonchi yana ham oshib turib, uni ilmga beradi. Umrini, hayotini ilmga bag'ishlaydi. 6 yoshida qori bo'ladi. Yodlab, o'qib, yod olgan bo'ladi. Keyin u 16 yoshida Arabiston diyorlariga chiqib ketadi, hijrat qilib chiqib ketadi.